Assalomu alaykum. Fayzullo Uz kanalining ashaddiy obunachilar. Obunachilar inshaalloh bugun qo'zlarni, qo'chqonlar zo'rlardan kelgan, to'xli qo'chqonlar kelgan. Inshaalloh qo'zlarni ham mana shu to'xli qo'chqonlar birra narxida qo'yib beraman sizlarga. 29-mart 2025-yil haftaning shanba kuni xudo xolsa videolarimiz ustida ishlab bormoqdamiz obunachilar. Kanalimizda yangilar like bosib, obuna tugmachasini bosib turamiz. Qo'llab-quvvatlab tursalar, xudo xolsa mana shu biz qo'yib berayotgan videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib borib turadi inshaalloh. Aynaqa puli yengillari mana. Shuni qaranglar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan, ya'ni o'zimizda qo'yib beramadamiz obunachilar. Mana xudo xolsa birinchi partiyalarimizga soni 10 ta. Xudo xolsa bitta obunachimizga yosh oyliklar keladigan bo'lsa, yosh oyliklar 10 oylik atrofida. Bo'ylari 75-80 shunday. 75 dan 80 gacha olaverasizlar. Xudo xolsa qurolliqqa boqaman degan obunachilarga mana shuni tavsiya qilamiz obunachilar. Olinglar, xudo xolsa yemini yeb yurgan, qurolliqqacha boqsalaring, xudo xolsa yaxshi foyda qilib beradigan varianti bu. Suyagini qaranglar, juda yirik qo'chqor. Kalla boshlari, oyoq qo'llari hamma joyda zo'r. Bular sinovdan o'tgan, 7 chariga yana bir haftaga sinov muddati bor. Ularga borgandan keyin bugun shanba, yana shanba kungacha bemalol sinov bo'laverasizlar. Qondolarni qaranglar. Xudo xolsa qo'chqonlar hamma tarafi zo'r kelishgan qo'chqonlar. Ular olish kerak, yemini berib, qurolliqqacha xudo xolsa boqaverish kerak. Ular qurolliqni yaxshi daromad qilib, yaxshi foyda qilib beradigan varianti. Qo'chqonlar bitta o'tadi ko'raveradi. Suyagi o'ta zo'r. Bularda yoshlik aytildi, hammasi narx qiziq. Bularchilar bir joyga bo'ladigan bo'lsa, buni 3,5, 33, 34 emas. O'zimiz kanaldan ko'ryapmiz desang, Fayzullo Uzdan ko'ryapmiz desang, 3 million so'mdan Toshkentgacha yetkazib beraman bo'ladi. Son 10 ta 30 million so'mga yetkazib beraman. Dastlabkilar ichida eng arzoni aynaqa narxda chiqaveradi biz kanalda. Barroq o'zim sotilyapti 3 million abada mana. 10 tasini 30 millionga olinglar, 3 million so'mdan dastlabkilar Toshkentgacha bor. Bitta ikkita tanlab olamiz buni ichidan deydigan obunachilarga 3 million 200 ming so'mdan yoqqan tanlab olasizlar. Ikkita olasizlar, to'rtta olasizlar, 3 million 200 mingdan tanlab olish variant bor. Dastlabkilari aytganimiz Toshkentgacha yetib boradi. Qo'chqonlar qaranglar. Xudo xolsa suyagi zo'r qo'chqonlar. Yeb ichanlari ham zo'r. Mana. Xudo qaranglar obunachilar. Xudo yeyishini qaranglar. Borish kerak qurolliqqacha mana yemni berib, bayava yemni berib ko'taraveradi bular. Hozir ikkinchi partiyalarimizga ham barranish qo'zlariga 5 dona barra bor. O'ta zo'ridan borlar. Bo'lmasa kanalimizga yangilar like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Kommentariyga chiroyli o'z fikrlaringizni bildirib. Qani ketdi ikkinchi partiyalarimizga xudo xolasa. Qadrli obunachilar, xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga barran ishqozlariga mana 5 dona, 10 ta boqmaysa 5 ta boqasizlar mana. Zo'ridan boqinglar. Mana 5 sho'y ham qo'chqor, quloqlarigacha bitta mana. 4 ta qora kashtanidan bor, bitta ko'k olasidan bor, mana qaranglar. Dumbalari ham kelishgan, hamma tarafi zo'r kelishgan qo'zilar mana. Bular yosh oyliklar keladigan bo'lsa, yosh oyliklar 5 oylik bilan 6 oylikning orasida. Mana. Mana qaranglar. Bo'lsa 5 oylik, 6 oylik. Yeb-icharlarga bir hafta garantiyalari bor. Yedishtisi hammasi sinovdan o'tdi. Monusini qarang. Mana shu berishini bir joyga oladigan odamga mana narxlarni ham kelishtirib beramiz mana qo'chqonlarga qarang. Bular narxga keladigan bo'lsa 3 million 29 emas. Mana. 5 yoni bir joyga olinglar 2 million 750 ming so'mdan eng arzon narxida yetkazib beraman. Dastlabkilar Toshkentgacha bor. 5 yoni ham qulog'i butun ishqibozlari olib boqishlarini tavsiya qilaman men. Qo'chqonlarga qarang. 2 million 750 ming so'mdan uylaringacha dastlabkilar ichida yetkazib beriladi. Buni ichida endi buzmay qo'yilaveradi. Haqiqiy ishqibozlariga barrani sutga to'ygan zo'r variantidan deganlarga mana shuni tavsiya qilamiz. Yo'q, dumbolarni qarang, kalla boshlar, hamma tarafi zo'r kelishgan qo'chqonlar. Olinglar, xudo xolasa maza qilib boqinglar, bunisini qarang, olasin. Mana janivar. Kanalimizga yangi obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. Yaqin birodarlarga podlistni uzatib turamiz obunachilar. Endi arzon-arzonlari doimo chiqib turaveradi.